yaxshi barchaga narsalarni olib berdim. Endi ishga borsam ham bo'ladi. Ha, yaxshi. Barchaga assalomu alaykum. Qanchalik o'tirlar sizlar bilan birgalikda Gusto o'ylab bu videoda mexaniga teknik chiqsin. Bugun hozir ishga borishim kerak. To'xtinglar, telefon bo'lyapti. Alo, assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Tinchmi? Assalomu alaykum aka, men sizni unaqangizga mashina tuzatadigan joyingizga mashina qo'yib ketgandim. O'sha mashinani olib, unda shu motori biroz tutayapti, shuni taxlang va motori yurmayapti. Shunga taxlang aka. Bo'ldi aka, taxlab qo'yaman, ko'raman hozir. Mayli, sog' bo'ling. Yaxshi, bo'la ketdi. Так, voy, yana bu tarafga bormam. Ishxona bu tarafda edi-yu. Aytishim mumkin, u tarafda edi deb-da. Ishxona bu yer yopildi. Avtosalon yopilgani uchun men ishxonani boshqa joyga ko'chirdim. Oppa, yaxshi. Mana shu yerda mashinani taxlab qo'yamiz. Yaxshi. Oppa, kalitni olib qo'yamiz. Tushamiz. Ana ajoyib eshikni yopib. Yaxshi, ajoyib. Endi biroz mashinani qo'yib ketishibdi rostdan ham. Xo'sh, buni qayerga qo'ysam ekan? Mashina qo'yaman, maza qilib o'tirib meni kutib turishadi-da. Yaxshi. Hozir men biroz kerakli narsalarimni qo'yishim kerak. Qayerga qo'ysam ekan? Mana shu yerda ikkita unaqani qo'yamiz. Bo'ldi. Buni men yangi sotib oldim. U yerdagilarga tegmabman. U yerdagilar shunday turibdi bo'ldi. Bu narsalarni qo'yish kerak. Yaxshi. Har xil kraskalar olib kelganman. Hozir bu kerak bo'ladi. Motorini ko'ramiz, nimaga yoqilmasligini. Xo'sh, bu ham kerak bo'ladi. Tak, buni xato joyiga qo'ydik. Olish kerak. Davolab biroz berni chiroylilatsak o'zimizga yaxshi. Yaxshi, chotki. Xo'sh, ajoyib. Bo'ldi. Xo'sh, endi bizga mashinani ko'ramiz bo'ldi. Kapotni ochamiz, nimaga yurmaganligini da aytdim. Mana bu yerda bolt susayibdi. To'xtalib pastiga tushib taxlaylik shuni. Yaxshi. Oppa, yaxshi. Qani hozir o't oladimi? Oppa. Yaxshi. Mana bor ekan. Tekrar qani. Da yondi. Orqasi nimagadir mana bu chiroqchasi yonib o'chyapti. Hozir shuni taxlashga harakat qilaman. Agar taxlmasa bir egasi yonsa bo'lganda chiroqlari ham yondi. Ajoyib bo'lib. Chotki bo'ldi. Yaxshi, o'z mashinamni o'z egasiga telefon qilaman. Qaysi nomerdan qilgan deya. Buni qaranglar. Buni olaylik bo'ldi. Bitta biroz xato joyga qo'yib qo'yibmiz. Shalabbo bo'lib ketdim. Kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yinglar. Sizlar bilan do'stlar bo'lmoqda o'rnashlarim. Mana ajoyib. Egasiga telefon qilamiz. Shu nomerida hozir 88lik 957 02 03 da. Alo, aka, mashinangiz yo'ndi. Hamma yo'g'i bo'ldi. Olib ketasizmi mashinani? Yo'q, siz mashinani menga avvalgi avtosalon bor edi-yu, o'sha yoqqa qo'yib keting, men pulini klik qilaman. Bu SMSdan karta raqamingizni tashlab yuboring. Bo'ldi aka, o'zimiz olib boramiz va dostavka xizmati $5. Bo'ldi, men tashlab qo'yaman. Necha pul bo'ldi mendan?
atiga $40 bersangiz bo'ladi. Hozir men bunaqani yozib yuboraman aka. Ko'rishib. Yubordim aka. Mayli, hozir tashlayman. Yaxshi, nimasi oborib beraman. Bo'ldi. Yaxshi, solib ketadi. Dam mani kartamga pul tushgan. Endi uyga borsammikin yo ishga boraymi? Da hozir ishga boraman va yana klient kelgandir. Yaxshi, mana bu narsani o'rganim yaxshi bo'ldi. Kartadagi pulni o'sha odamga o'tkazdim. Ha, mayli, endi bu bilan biroz Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, mana siz ustamisiz? Mana shu mashinani taxlash kerak. Bu kishini ham mashinalarni taxlash kerakmi nima, yana bilmadim. Xo'p, nima qilish kerak mashinani? Rangini biroz chiroyliroq qiling. Bu mashinani zakaz qilgandim, qiz bola rangi kelib qolibdi-da. Pushtimi bu qanaqadir bilmaydigan rang ekan. Bo'ldi aka, sizni yes qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Tinchmi? Bola chaqami yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Mana shu Lamborghini Urus mashinamga rang sevib, sariq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ko'k bo'lsa undan ham yaxshi. Mayli aka, kechroq mashinangizni olib ketasiz. Yaxshi, mayli, hozir men narsalarni qo'yib kelay. Sizlar ketaversangiz ham bo'ladi. Mayli. Tay bo'la. Menda kraskalar bormidi? Shu biroz men xavotirga solyapti. Da, ko'k kraska bor ekan, qora ham bor. Yaxshi, endi bularni kraskasini sepib bo'ladi. Yaxshi, bo'la. Minnamsa. Buncha tez u. Mayli, biroz sekinroq haydaymiz. Qimmat mashinani urib olishim mumkin. Gaz. Yaxshi. Shikarni bo'la. Biroz mana bu yerni hozir taxlayman. Kraskani shetda sepsam bo'ladi, chunki ko'rayotganlaridek kraskani isi juda ham baland bo'ladi. Shuning uchun mana shetda kraskani sepaman bo'la. Bu yer yaxshi-da. Boshqa joylardan ko'ra. Bo'la, videolar yoqayotgan bo'lsa like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Bundan ham zo'r seriallar, kadrlar oldinda. Xo'sh, bo'la, mana bularni olib tashlasak juda ham yaxshi bo'lardi, chunki hozir bu qimmat mashinalarga urilib ketsa bo'la, hammasini o'liga to'lpor qilaysan, yaxshimisan deb ovozini o'zgartirib gapirmasdan. Mana Jigulicham ustidan sakraman bo'ladi. Aylanib kelsam egasi gapirarmikan? Shu qiziqqani nechiga tortarkan? Ajoyib, egasi politsiyada yana boshimga balo bo'lmasa bo'ldi. Bir so'lga. To'g'ri. Yaxshi. Xo'p, bo'la. Ajoyib mashina. Hozir drift qilib ana bu yerga kirgizaman. Tegmadi bo'lib. Hali shtraf to'lashim mumkin edi-yu. Yaxshi, chotga qo'ydim. Hech qayerga tegmadi. Endi ranglarni o'zgartirib biroz mehnat qilish kerak. Bu yoq yaxshi, bu yoq yaxshi. Hamma yo'g'i yaxshi bo'la. Ajoyib, shikarni deydi-yu. Sariq emas, ko'k qilish kerak degandim nima egasi. Ajoyib, mashina qaranglar. Wow, ajoyib, qani minib ko'ramiz. Qayga? Yaxshi. Egasi sezmaydi, hozir kraska qildim chunki
Az beramiz gaz. Qimirlayapti nimagadir mashina. Da qimirlashni boshladi. Yaxshi gaz. Yaxshi. Qaranglar, burilamiz. Bular bu shaharni aylanishga juda ham krassover ekan. Oppa. Uy. Yana kraska qilamiz. Bular urilyapti, qirilyapti. Mayli, bo'ladi. Kraska mashina kraska bo'lgani nima qilamiz boshqa? Xo'sh, bular o'zi uyga kirib o'tamiz. Uyga bitta narsa menga kerak edi. Yaxshi. Oppa. Driftga gap yo'q, bular drift juda ham zo'r. Xo'sh, uyga kiramiz, eshikni ochiq qo'yib ketibman. Yaxshi, chiroqlar hammasi joyida. Buni yopib qo'ygandim. Da, mana meni pullarim yaxshi ham qo'yib ketmagan ekanman. Yoki o'g'ri tushgan deb o'ylardim. Mayli, bolalar o'zi u mashinani ham egasiga topshiramiz va ketdik. Shamolda uchadi-yu bolalar. Jigulini egasi hali olib ketmagan ekan. Bilmadim. O'g'irlab sotsak bo'ladi bolalar. Prikolni. Oppa, yaxshi. Shu yoqdan o'tkazamiz va drift qilib shitda tegdimi, tegmadim. Mana shu yerda qo'yamiz. Bolalar qirilgan joylari bor dedim. Bitta sef bo'lish kerak yana. Yaxshi sef открыть dedim. Nima bu? Bilmadim, nimadir bo'ldi bolalar. Открыть olamiz. Jigulini rangini o'zgartirsa bo'ladimi? Voy, kechirasan Jiguli jonim. Xo'sh, endi u mashinaning rangini almashtirib, keyingi ishlar sari borsak bo'ladi. Men bu mashinani ham o'zi rangini chotki qilaman. Uy, bu qora pantera bo'ldi-yu. Wow. Yaxshi. Buni haydab ko'rdik, boshqa haydab ko'rgim kelmayapti. Yaxshi, mana shu yerga kirgizib qo'ysam. Oldinroq, yaxshi. Qani, oldin tegmadi, oldinda yana birozgina joy bor ekan. Yana birozgina joy bor-da shu. Yana biroz bor-da shu. Taxlash kerak bo'ldi. Yana biroz bor-da bolalar, nima endi ustimdan kulmanglar-da. Biroz joy bor, shuning uchun taxlab, chotki qilib, tegmagan. Yaxshi chotki qilib qo'ydik. Endi yomg'ir yog'di, qimmat mashinalar rangi o'chib ketmasin. Tak, yaxshi. Kirgizamiz. Oppa, yaxshi. Nagadir harakatlamayapti mashina. Hayda, bo'lmayapti bo'ldi. Qo'yib olish kerak-da. Jigulimga tegib ketmasam, mashinangni qilma. Buriltirish kirgizib qo'yamiz. Rangi o'chmasin deb mana shu yerga kirgizib qo'ydim bo'ldi. Jigulini ham shu yerga qo'yaman va ishni tugataman. Eski mashinamni kamida sarstop emas. Egasi olib mana shu yerga qo'yamiz bo'ldi. O'zini joyi mana shu yerda aslida bu jigulini. Ovozini qaranglar bo'ldi. Yaxshi. Ajoyib. Bo'ldi. Shu bilan sizlar bilan gusto bo'ldi. Video ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu yo'lni yopib tashlaymiz. Yaxshi, men endi uyga boraman. Barchaga xayr.